Oddiy burundan nafas olishni buzilishi qanday oqibatlarga organizmda, qanday oqibatlarga, o'zgarishlarga olib kelishini bilarmidingiz? Birinchidan, burundan nafas olish qiydalishi bemorda kislorodga bo'lgan ochlik hissini tug'diradi. Bu o'z navbatida tez charchash, holsizlik va burun yondosh bo'shliqlarini kasalliklari, gaymorit, etmoidit, frontit kabi kasalliklarni tez kasallanishiga olib keladi. Bosh og'rishi. Bundan tashqari biz bilamizki, burun o'tayotgan havoni ilitib, isitib, namlab, chang, virus, bakteriya, allergiyadan tozalab, ekologik toza havoni keyin o'pkaga o'tkazadi. Agar burundan yaxshi nafas ola olmasak, biz bilamizki, o'z-o'zidan og'izdan nafas olishga o'tamiz. Og'izdan olingan havo organizmga yetarli kislorod yetkazib bera olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, og'iz orqali kirgan havo tez faringit, tanzilit, laringit, traxeit, pnevmoniya, bronxit kabi kasalliklarni kelib chiqishiga olib keladi. Og'izdan doimiy nafas oladigan insonlarda tish va tish kasalliklari, milk kasalliklari, tishlar qatorining buzilishi, og'izdan hid kelish kabi oqibatlarga ham olib keladi. Bundan tashqari, burundan yaxshi nafas ola olmaslik bu quloqni eshitish pasayishiga, quloq kasalliklari, otit, o'rta va tashqi otitlarga olib kelishi mumkin. Bu navbatda o'z-o'zidan eshitishning pasayishi va ba'zi hollarda quloqni yiringlash jarayoniga ham olib keladi. Burundan nafas ola olmaydigan bemorlarda asosan ikkita sabab bo'ladi. Birinchisi, bolalarda ko'p uchraydigan adenoid to'qimasining kattalashishi, ikkinchisi burun o'rta devorining qiyshiqligi va pastki burun chig'anoqlarining kattalashishi. Agar sizda ham yuqorida muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bizning klinikamizda check-up dasturimiz mavjud. Check-up dasturiga yoziling va o'zizdagi muammolarga yechim toping.